Qatga shef, salom chaqon. Xo'p bo'ladi. Rahmat shef. Zo, charchab qolmasin, kayfiyatlar sizchon sekin. Ha, erkak bo'lishlaring, erkak bo'linglar, bundoq mardga mard bo'linglar. Mana men mard bo'lib bir haftada bir marta bo'lsa ham jonli efir yoqdim-ku. Hayot shunaqa, mardga mard, ko'tga ko't bo'lish kerak. Xavotir olma, zapish tarqamaydi. Xavotir olma deb yozibsa, anaqa Oybek anaqa biz ikkalamiz bittasini itarganmizmi? Sansirab yozibsan. Men senga xizmat qilgan joyim bor bu joyda choy tashib. Tanimagan insonga menimcha siz deb muloqot qilgan menimcha to'g'riroq bo'ladi. Polvon. Nima deydi? Men hattoki o'g'limni sizlayman. Mayli. Zapisni tarqatsanglar, qaranglar. Ogohlantiryapman. Vijdon degan narsa ham bor. O'zing bitta qolganingda oynaga qaraganda men o'zi kimman degan savolga javob topish kerak-da inson. Hadeb oynaga qarab inson go'zalmanmi deb emas, insonmanmi deb oynaga qarash kerak. Tushunyapsizlarmi? Ha, deb go'zalmanmi, mammalarim zo'rmi, bitsiflarim zo'rmi, presslarim zo'rmi yoki qizlarim lablarim zo'rmi, qoshlarim zo'rmi, kipriklarim zo'rmi, mamlarim zo'rmi deyormasdan oynaga bunday qaraganda inson go'zalmanmi deb emas, insonmanmi deb oynaga qarash kerak. Hech qaysi dunyodagi inson, hatto onangiz ham, otangiz ham sizni asli siz o'zingizchalik yaxshi bilmaydi. Faqatgina yaratguvchi biladi va siz bilasiz qanaqa insonligingizni. O'shaning uchun mulla akani yoqib, mashallah degan gaplaringiz, men bu qanaqadir bir zamonaviy gaplar birontasi o'tmaydi. Endi menda odamga o'tmaydi. Mana misol uchun o'zim ko'pni ko'rganman hayotda. Firdavsbek, assalomu alaykum. Tushunsiz? Mirzali, assalomu alaykum. Qozog'iston tinchmi? Chimkent tinchmi? Tishi tegmagan gaplardan bo'lsa, yo'q. Tarqab ketadi iltimos. Qirg'izistonda ham ko'rishayotgan ekan meni. Haligi Qozog'istonda ham ko'rishar ekanda, hammasi videolarim aylanib ketgan. Jonli efirda emotsiyalarga berilaman-ku, bitta narsani gapirsam kirishib ketaman-ku, qoshlarim ketib, mamaqala bo'lib, jinni bo'lib. U nomardlar ham, ko'tlar ham o'sha joyini kesib oladi-da. O'sha joyini. Men bu voqeani nimadan boshlangani va nima bilan tugaganini kesmaydi. Nomardda bular. Begona profilga qo'yadi. Yo, haligini kommentiga kirishga qo'rqib turaman-da. Chunki u odamlar butun jonli efirni ko'rmagan bo'ladi-ku. Mavzu nimadan boshladi? Nima uchun Aziz buni yoki-da shu vaziyatni so'kiyapti yoki baqiryapti degan savolga javob yo'q. Ko'radi, sraz kiradi yozadi. Mana bu pidarazga chora ko'radigan yo'qmi? Bu soqoli kinligiga yetgan odam yoshlarni qanaqa yo'lga boshlayapti? Bunaqada vatanimizning kelajagi nima bo'ladi? Bu haromini ham olib chiqib turib shtrafga tortadigan odam bormi? deb yozadi haligi joyda. Voy, u kommentga kirsang, o'zing otib olging keladi-da. Voy, bila, u komment o'qish apasni yuragim yumshoq qolishi mumkin. Mashinchi bolachalar ko'tidan garjogiz ketmagan, mamutidan sut qotib qolgan hali so'katdi meni hali begona profilda. Sen gandon kachak yo'limdan chiqib qolmading. Voy, bila, haligini o'qib o'lib qolmasliging 50 kelida. O'lib qolmasliging yuraging ushab, nohaqlikdan jalab 50 kelida o'lib qolmasliging. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar. Almatadan assalomu alaykum. Almata, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston.
Sizlarni sog'inganim shuning uchun bir jonli efir qildim-da. O'zi qilmayotgandim-ku o'sha kuni bir arazlab oldim-ku. Men ham arazim 2-3 kundan keyin o'ziga kelib qoladigan odatim bor-da. Men bir insonlarni yoki bir holatni ko'p yomon ko'rib yashay olmayman. Kimdir даже menga nomardlik, ko'tlik qilsa ham uni butun umr yomon ko'rib yashay olmayman. Chunki kimdir yoki yomon ko'rishga ham energiya ketadi, kuch ketadi. Ты должен постоянно его ненавидеть, понимаешь? Ты постоянно должен ненавидеть. Постоянно sizni kuchingizni oladi. Постоянно u holat sizni asabingizga qo'yib yuborish kerak-da. Shunga harakat qilinglar sizlar ham. Kimdir itarib ketgan bo'lsa, to'g'ri, orqa og'riyapti. Lekin qo'yib yuborishni bilish kerak. Mana shunaqa hayot shunaqa. Energetik bilan protein qo'shib ichsa zararmi? Siz bu yoshga necha yoshligingizni bilmadim-ku. Вот как ты достиг такого возраста? Вот как тебя не убили? А? Qanday bunaqa savol berish uchun siz hayotda nimalardan o'tib keldingiz, a? Energetik bilan proteinni qo'shib ichsa zararmi? Bu dunyoda hamma narsa zarar, hattoki yashash ham. Yashashdan inson o'lib qolishi mumkin. Yana bir marta aytaman. Zararmi, zarar emasmi? Boks zarar, boshqa haydash zarar, gemoroyin ishib ketadi jalab. Peshoxoddan o'tma zarar, moshturib ketishi mumkin. Yashama zarar, o'lib qolishing mumkin. Har bir inson buni taqdirni, siyosatni, bu oxiratni sababchi qilma. Har bir inson duxi yetgan hayotda yashaydi. Har bir inson, yaxshilab eshitinglar. Har biringiz, har birimiz, har bir inson o'zi duxi, smelisdi, aqli yetgan hayotda yashaydi. Har bir inson o'zi duxi yetgan taqdirda yashaydi. Bu duh degani ringga chiqib urushish degani emas. Kimdir urib o'ldirish degani emas. O'sha risk, o'sha hayot, o'sha trenirovka, har kunlik ketma-ketlik disiplina, yana o'sha ish qilish, yana o'sha ishlarni qilish, постоянство, o'sha hammasi o'sha aytiladiki, каждый живет ту жизнь, на которую у него смелости хватило. Ko'rishgancha o'sha asabiylashmayman, ko'rasizlar, menga mumkin emas-da. Menga mumkin emas. O'sha Trubkani bosaylik, bam, ertaga solishamiz. Maza qilib.